umiddamiz. Xullas, qizg'in suhbatlar, qiziqarli ma'lumotlar, surxoncha kuy, qo'shiq va raqslar siz azizlarni kutmoqda. To'g'ri. Shuningdek, bugun dasturimizda yoshlar juda ham faol bo'lishadi. Bilasiz, bugun 17-noyabr xalqaro talabalar kuni. Bu bayram nafaqat o'zbekistonlik, balki dunyodagi barcha talabalarning bayramidir, to'g'rimi? Albatta, va shu fursatdan foydalanib biz ham mana teleekran orqali barcha talabalarni bugungi kun bilan tabriklab qolamiz va biz ilk mehmonimizni taklif etganmiz studiyamizga. Ularga yuzlanamiz. Termiz davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakulteti magistranti afg'onistonlik Safar Muhammad Sherzod studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Siz bilan studiyada ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Avvalo bugun bayram ekan, sizga men choy uzatmoqchiman. Talabalar kuni ekan, bugun barcha yurtdoshlarimiz orasida talabalar ham juda ham ko'p. Siz kabi talabalar fursatdan foydalanib sizni, qolaversa yurtimizni barcha talabalarini mana shu bugungi kun bilan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. O'qishlar qanaqa ketyapti, Safar Muhammad? Allohga shukr, ko'p yaxshi o'tyapti o'qishlarim. Qiyinchiliklar yo'q. Yo'q. Safar Muhammad, siz haqingizda ma'lumotlarga ega bo'ldik. Albatta, dasturga taklif etishdan avval va ko'pchilik e'tirof etdiki, siz o'zbek tilini juda ham yaxshi bilar ekansiz. Bu bizni tilimizga bo'lgan hurmatingiz baland ekan. Nima sizni mana shu bizni xalqimizga, tilimizga mehr qo'yishga undadi? Qachon va qay payt? Biz aslida millatimiz o'zbek, Afg'onistonda o'zbeklarimiz. Biz Afg'onistonda o'zbeklari bo'lganimiz uchun oilada ham o'zbek tiliga gaplashamiz. Unda o'zbek tili Afg'onistonda shevaga qaraydi-da, unda shevaga qaraganda boshqacha suhbat bo'linadi. Bu yerda sal o'zgarish bor ekan.